بلطف يفضي بي لخلاصي. Do'zaxdan qo'rqib jannatga kirishlik maqsadida besh yashar bola do'zaxdan qo'rqib jannatga kirish maqsadida 3 kecha kunduz taom yemasdan o'rmonda o'tirib Allohni eslab yotdi. Yahya aleyhisselam'ın 7. faziletleri kana aşedden nasi zuhda. Yahya aleyhisselam ötek gitken zahid kişiydi. Dünyadan vaz geçken, ahiretini oylagan kişilerden edi. Yahya aleyhisselam köçeden anharlardan barı su içerdi. Ormanlarga kirib daraxtlarning bariklarini terib yer ekan. Nimaga Zakariya alayhisolamning uyida taom yo'qmidi? Nimaga Zakariya alayhisolamning uyida taom yo'qmidi? Nimaga Bani Isroilda taom yo'qmidi? Biron bir taomga harom aralashib qolgan bo'lsa, shuni yeb qo'ymay deb turib, o'rmonga kirib turib daraxt bariklarini yer ekan.